Assalomu alaykum dasturchi haqiqatlari kanali foydalanuvchilari va dasturlashga qiziquvchi do'stlar. Men Salohiddin va bugundan boshlab sizlar bilan birgalikda ajoyib bir sarguzashtni, ya'ni 30 kunda Python challenge ni boshlaymiz. Bu challengening maqsadi 30 kun davomida har kuni qadam-ba-qadam Python dasturlash tilining asoslarini o'rganib borish. Siz mutlaqo yangi boshlovchi bo'lasizmi yoki biroz tajribali bo'lasizmi, umuman farq qilmaydi. Bu challenge sizga Python bo'yicha mustahkam poydevor qurishga yordam beradi. Demak, nima uchun aynan Python? Python nima va nega aynan Python? Nega aynan Python? Chunki u o'rganishga oson, boshlovchilar uchun juda qulay sintaksga ega, juda talabgor. Hozirgi veb dasturlash, Instagram, YouTube qismlari, ma'lumotlar tahlillari, data science va sun'iy intellekt, AI o'yinlar yaratish va hattoki kiberxavfsizlikda ko'plab sohalar uchun ham keng qo'llaniladi. Va katta hamjamiyat, agar biror muammoga duch kelsangiz, yordam beradigan dasturchilar va onlayn resurslar juda ham ko'p. Aytmoqchi bo'lganim, ya'ni Python bu juda ham keng qamrovli dasturlash tili. U har qanday sohaga to'g'ri keladi va har qanday sohani o'zida qamrab ola oladi. Va bu yerda siz yuqori darajali dasturlash tili bo'lganligi uchun Pythonni o'rganishingiz, ya'ni inson tiliga yaqin bo'lganligi uchun Python o'rganishingiz ancha osonroq bo'ladi. Demak, bizni bu 30 kunlik challengeimizda nimalarni kutishingiz mumkin? Har kuni video darsliklar, ya'ni hozirgidek yangi mavzuni tushuntiraman va kod yozib ko'rsataman. Topshiriqlar, o'rganganlaringizni mustahkamlash uchun kichik amaliy vazifalar berib boraman. Va 5 talik test. Bilimlaringizni tezda tekshirib olish uchun qisqa savol-javob. Ya'ni biz bilamiz, o'rgangan narsalarimizni agar test qilib ko'rmasak, bu albatta esimizdan chiqib ketadi. Maqsad 30 kunda sizni Python bo'yicha mutaxassis qilish emas, ya'ni bu juda ham imkonsiz narsa, balki sizga mustahkam Python bo'yicha poydevor bera olishdir. Ya'ni kod yozishdan qo'rqmaslikni o'rgatish, keyingi bosqichlarga o'tishingiz uchun turtki berish hisoblanadi. Va eng muhimi doimiylik, ya'ni har kuni ozgina vaqt ajratib, darslarni kuzatib, topshiriqlarni bajarib borsangiz, 30 kundan keyin natijasini albatta ko'rasiz. Xo'sh, keling birinchi kunni boshlaymiz. Bugun biz sizlar bilan qanday qilib kompyuterga Pythonni o'rnatamiz va uni qay tarzda to'g'ri o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Python kodlarini yozish va ishga tushirish uchun uni kompyuterimizga o'rnatib olishimiz kerak. Bu juda muhim qadam. Birinchi navbatda biz Pythonni faqatgina uning rasmiy sayti, ya'ni python.org, ko'rib turganingizdek python.org dan yuklab olishni tavsiya qilaman. Boshqa manbalardan yuklash xavfli bo'lishi mumkin, chunki ba'zi bir manbalarda Pythonning crack versiyalari tarqalgan va bu kompyuteringizga zarar yetkazishi mumkin. Yuklab olish uchun esa saytning bosh sahifasida yoki downloads bo'limida siz o'zingiz uchun, ya'ni o'zingizning operatsion tizimingiz uchun, agar Windows ishlatsangiz Windows, macOS ishlatsangiz macOS yoki Linux uchun so'nggi barqaror stable versiyasini yuklab olishingiz mumkin. Buni esa quyidagi havoladan ham topishingiz yoki mana shu ko'rinishda yuklab olishingiz mumkin. Odatda sayt sizning tizimingizni avtomatik aniqlaydi, ya'ni eng so'nggi versiyani yuklab olish uchun sizda Windowsmi, macOSmi yoki Linuxmi, uni saytni o'zi avtomatik aniqlaydi. Ana endi biz yuklab olingan Python installerda, ya'ni Python o'rnatuvchi dasturni biz o'z kompyuterimizga o'rnatib olishimiz kerak. Buning uchun yuklab olingan faylni ochamiz va o'rnatish boshlanishidan oldin bir narsani juda ham e'tiborga olib qo'yishingizni so'rardik. Ya'ni bu yerda add Python version to pass degan bo'lim bor. Ya'ni tek qo'ysa bo'ladigan, teskchacha qo'ysa bo'ladigan belgi bor. Mana shuni qo'yib qo'yish juda ham muhim. Chunki Python buyruqlar qatorida command promptda osonlikcha ishga tushishi uchun o'z sizning kompyuteringizga to'g'ri manzilda joylashib olish kerak. Ana endi esa keyingi install now tugmasini bosish orqali biz Pythonni o'z kompyuterimizga o'rnatib olamiz. Va agar kimda Linux va macOS versiyada ishlovchi sistemalar bo'lsa va ularda mana shu Pythonni o'rnatish bo'yicha qandaydir muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, izohlarda o'z savollaringizni qoldiring, men albatta javob qaytaraman. Ana endi esa biz kompyuterimizga Python to'g'ri manzilda o'rnatildimi yoki yo'q, shuni tekshirib olishimiz uchun Windowsda cmd, ya'ni command promptni ochib olamiz va u yerga Python ikkita chiziqcha version deb yozamiz. Ya'ni Python agar o'rnatilgan bo'lsa, bizga uning versiyasini ko'rsatishi kerak. Demak, hammasi muvaffaqiyatli. Biz Pythonni kompyuterimizga to'g'ri o'rnatib oldik, u ishlayapti. Ana endi esa ikkinchi bo'limga o'tamiz.
ya'ni Python uchun IDLE. Ya'ni IDLE bu nima? Integrated Development and Learning Environment, ya'ni integratsiyalashgan ishlanma va o'rganish muhiti. Bu xuddi bizning VS Code va shunga o'xshash kod editorlarga o'xshaydi, ammo bu qachonki biz Python o'rnatganimizda Python bilan birgalikda bizning kompyuterimizga o'rnatiladi. Xo'p, IDLE ni qanday topish mumkin? Windowsda Start menyusini ochib, u yerga IDLE deb qidirsangiz, shunchaki IDLE Python degan bo'lim chiqadi. Mana shuni tanlash orqali biz IDLE ni ochishimiz mumkin. Ana endi IDLE ni ishga tushirganimizda Python Shell deb nomlangan oyna ochiladi. Bunda 3 ta mana bunaqa katta kichik belgisini, bilmayman, kattasi menimcha. Mana shu katta belgichasida 3 ta belgisini ko'rasiz. Bu interaktiv rejim hisoblanadi. Ya'ni siz shu yerda yo'q Python buyruqlarini yozishingiz va natijasini darhol ko'rishingiz mumkin. Misol tariqasida 2+2 deb yozadigan bo'lsak va enterni bossak, bizda to'g'ri javobini ko'rishimiz mumkin. Lekin biz odatda kodlarimizni faylga yozamiz. Buning uchun Ideal Shell oynasida yuqoridagi menyulardan File, New File'ni tanlaymiz. Yangi bo'sh oyna ochiladi. Bu bizning kod muharririmiz, ya'ni kod editorimiz hisoblanadi. Shu oynaga, ya'ni shu ochilgan oynaga birinchi kodimizni yozamiz va nihoyat birinchi kodimizni yozamiz. Ya'ni bu yerga biz print hello world deb yozamiz. Eslab qolish kerak, print kichik harflarda va qavslar ichida, qo'sh tirnoqda ichida esa bittalik bo'ladimi yoki ikkitalik bo'ladimi, u farq emas. Biz chiqarmoqchi bo'lgan matnimizni yozishimiz kerak. Shu yerda eslatma, print bu Pythonning bitta operatori bo'lib, u asosan ichidagi ma'lumotlarni, ya'ni o'sha qavs va qo'sh tirnoq ichidagi ma'lumotlarni ekranga yoki terminalga chiqarib berish uchun xizmat qiladi. Endi esa faylni saqlaymiz. Menyudan File, Save File va Save ni tanlaymiz yoki shunchaki Ctrl+S tugmasini bosishimiz ham mumkin. Faylga nom beramiz, misol uchun hello.py. Muhim eslatma, file extension degan narsa bor, ya'ni biz bilamiz rasmlarda JPG yoki PNG bo'ladi. Pythonda esa bu .py bilan tugashi shart. Uni oson topadigan joyga, misol uchun ishchi stolga yoki birorta bir diskni ko'rinadigan qismiga saqlab qo'yishimiz mumkin. Ana endi esa faylni ishga tushirish uchun menyudan, ya'ni menyular bo'limidan run menyusini qidiramiz va u yerdan run modulni tanlaymiz yoki shunchaki klaviaturadan F5 tugmasini bosishimiz mumkin. Natija qayerga chiqadi? Natija avvalgi Python Shell oynasida paydo bo'ladi. Ya'ni biz birinchi navbatda IDLE ni ochganimizda bizda Python Shell ochilganda, mana shu oynada bizda Hello World yozuvini ko'rishimiz mumkin. Demak, hammasi ajoyib. Biz Pythonni kompyuterimizga o'rnatib oldik, birinchi dasturimizni yozdik, Hello World, ya'ni hammaga ma'lum bo'lgan va hamma dasturchilar bu bosqichdan o'tadigan, ya'ni Hello World ni biz ekranimizga chiqarib oldik. Bugun biz juda muhim qadamlarni tashladik, ya'ni Pythonni o'rnatdik va ilk dasturimizni IDLE orqali yozdik. Bu sizning dasturlash safaringiz poydevori hisoblanadi. Endi esa sizni kanalimizda kutib turgan ikkita narsa bor. Bu birinchisi topshiriq, ikkinchisi esa 5 talik test. Albatta topshiriqlarni bajarishga harakat qiling va testni yechib ko'ring. IDLE bilan biroz ko'proq ishlang, turli matnlarni print qilishga urinib ko'ring. Ertangi darsimizda esa biz Pythonning eng asosiy tushunchalaridan bo'lgan o'zgaruvchilar, variables va ma'lumotlar turlari, data types haqida gaplashamiz. Xo'sh, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. O'rnatish jarayonida yoki kod yozishda qandaydir muammolar va savollaringiz bo'lsa, albatta video ostida yoki kanaldagi postlarda izohlarni yozib qoldirishingiz mumkin. Bir-birimizga yordam beramiz, ya'ni peer to peer har doim ishlaydi. Challenge'da faol bo'ling va bilim olishdan zavqlaning. Ertangi darslarda ko'rishguncha, xayr.